Yurak inson tanasining asosiy dvigateli hisoblanadi. U kun-tun to'xtovsiz ishlaydi. Har bir urishi hayotning davom etayotganidan darak. Bu kichik, ammo qudratli organ tanamizning har bir hujayrasiga hayot baxsh etuvchi qon yetkazib beradi. Biz ba'zan yuragimiz borligini unutamiz, to kech bo'lmaguncha. Ammo yurak hech qachon dam olmaydi. U bizga sadoqat bilan xizmat qiladi. Siz yuragingizga qanday muomala qilyapsiz? Doimiy stress, noto'g'ri ovqatlanish va harakatsiz hayot tarzi yurak qon tomir kasalliklarini yaqinlashtirishi mumkin. Ammo bu taqdir emas, bu tanlov. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali yurak salomatligini saqlashning eng samarali usullarini bilib olasiz. Yurak bilan bog'liq muammolangiz bo'lsa, albatta shu ko'rsatuvni o'tkazib yuboring. Assalomu alaykum, Muzaffar aka, studiyamizga xush kelibsiz. Bugungi kunda o'sha yurak ishemik kasalliklari, stenokardiya qanday kasallik o'zi? Juda aktual savolni berdingiz. Rahmat savol uchun. Hozirgi kunda butun dunyoda yurak qon tomir kasalliklaridan kasallanish, undan nogironlikka chiqish va o'lim ko'rsatkichi haligacha birinchi o'rinda turadi. Prosentda ko'rsatilganda 61% o'lim ko'rsatkichi mana shu yurak qon tomir kasalliklarini xurujlariga to'g'ri keladi. Endi bularning kelib chiqishining asosiy sabablari yurak qon tomir arteriyalarini qon bilan ta'minlanishi o'tkir yoki surunkali buzilishi natijasida miokardda yurak yetishmovchiliklaridan kelib chiqadi. Endi bu kasallikning yetishmovchiligining asosiy sabablaridan bittasi deydigan bo'lsak, endi asosiy koronar toch arteriyalarini torayib qolishi, ya'ni stenozi deymiz. 90% holatlarda ateroskleroz hisobiga kelib chiqadi. 10% holatlarda bemorlarga har xil o'tkir stresslar, surunkali charchoqlar keltirib chiqiladi. O'sha stenokardiya yoki yurak ishemik kasalligiga uchraganda yurakda qanaqa o'zgarishlar sodir bo'ladi? Stenokardiyaga uchragan bemorlarimizda asosan koronar qon tomirlarida qon aylanishini har xil turdagi buzilishiga qarab turib, miokarddagi qaytar-qaytmas jarayonlar kelib chiqadi. Bu jarayonlarga olib keluvchi omillar bor. Omillar biz endogen, ichki omillar yoki eksogen, tashqi omillar deymiz. Bunda endogen omillarga bemorlarda uchraydigan irsiyati, nasli, nasabi, ulardagi arterial gipertoniya kasalligi, semizlik, qondagi xolesterin miqdorini ko'payib ketishi va qandli diabetlar kelib chiqadi. Endi eksogen faktorlariga bemorlarda emosional ruhiy buzilishlar, gipodinamiya, ya'ni kam harakatli, ko'proq yotoq holatda yotishlari, fizkultura bilan zararli omillar, chekish, ichish va xolesteringa boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishlari olib keladi bular. Nima uchun aynan bugungi kunga kelib bu kasallik ko'paygan? Bundan 35 yil oldin bizni ustozlar o'qitganda yurak ishemik kasalligi, o'tkir miokard infarkti xurujlari kelgan bemorda kasal kelibdi deb ko'rsatardi. Hozirgi kunda shu darajada ko'payib ketdiki, 50-60 yoshdan keyin uchraydi degan kasalliklar teoriyasi hozir yosharib ketdi. Hozir 20-25 yoshlarda ham yurak xurujlari, stenokardiya xurujlari, infarkt, insult, yurak aritmiya ko'payib bormoqda. Bunga asosiy sabablardan bittasi hozir yuqorida sanab o'tgandek, bemorlar o'z sog'lig'iga e'tiborsizlik, noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy fizkulturalar bilan shug'ullanmaslik, gipodinamiya va har xil kompyuter o'yinlarga berilib ketib, asablar stress buzilishlariga sabab bo'ladi. Demak, yurak bilan bog'liq o'sha asab doimiy bir-biriga yonma-yon yuradi. Asab buzarliklar, stresslar yurak kasalligiga olib keladi. Xuddi shunday to'g'ri savol berdingiz. Nimaga desak, bizni organizmda o'zgartirib bo'ladigan xavfli omillar bor, o'zgartirib bo'lmaydigan xavfli omillarimiz. O'zgartirib bo'lmaydigan xavfli omillarimizga, masalan, naslini o'zgartirib bo'lmaydi, yoshini o'zgartirib bo'lmaydi, jinsini o'zgartirib bo'lmaydi. Qolgan zararli omillar, masalan, chekish bo'lsa, bemorga to'g'ri yo'llanma berishimiz mumkin. Semiz bemorlar bo'lsa, ozishga tavsiyalar berib, dieta, fitness klublarga, fizkulturaga shug'ullantirishimiz mumkin. Endokrin kasalliklar bo'lsa, demak, sahrni davolashda boshqa usullar bilan kamaytirishimiz mumkin.
Demak, o'zgartirib bo'ladigan omillar asosan ko'pchilik tashkil qiladi. Shularni biz kurashsak, yurak ishemik kasalligi, qo'qqis o'limlar, infarkt, insultlarni oldini olamiz. O'zi yurak ishemik kasalliklarini to'liq davolab olsa bo'ladimi? İlk belgilari nimalarda namoyon bo'ladi? Bizda bitta gap bor. Yuragi og'risa, bezovtalansa, boshqa bo'lsa, yurak sanchiq bo'lsa, charchabman shekilli, ko'proq ishlab olibman deb turib, boshqa narsalarga yo'yadi. Bu sog'lig'im haqida o'ylashim kerak, necha doktorga borib maslahat olay degan narsalar bo'lmaydi. Masalan, 1968-yilda ingliz olim Rose so'rovnoma chiqargan. U so'rovnomasida doktorlarga so'rovnoma asosida diagnoz qo'yishga, shu so'rovnomani oddiy xalq ham bilishimiz kerak. Masalan, bemorda yurak sohasidagi noxushlik, og'riq paydo bo'lishi, qaysi paytda og'riq paydo bo'lishi, necha metr yurganda og'riq paydo bo'lishi, nima qilgandan keyin og'riq tinchlanishi, bu og'riqni boshqa joylarga, sohalarga tarqalishi, shularga e'tibor berish bilanlar biz yurak ishemik kasalligining diagnozini qo'ysak bo'ladi. Masalan, endi bitta narsa bor. Yurak ishemik kasalligi asosan yurakda to'sh sohasidagi paydo bo'layotgan og'riqqa. Og'riq bemorda konstitutsiyal tuzilishiga qarab, ishemiyani katta kichikligiga qarab turib, koronar arteriyani oldi orqa sohasini jarohatlanishiga qarab turib, yurak sohasida achishuvchi og'riq, kuydiruvchi og'riq, ezuvchi og'riq, mijuvchi og'riq va noxushliklar bilan bo'lishi mumkin. Bu og'riqlar ko'pincha chap qo'liga, chap yelkasiga, chap kuragiga tarqalishi bilan berilishi mumkin. Endi ba'zi bir holatlar bor, ba'zi bir holatlarda atipik ko'rinishi yuzaga keladi. Ya'ni bemorlarda hozirgi kunda qandli diabet juda ko'payib ketgan. Shu qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda ko'pincha og'riq xurujlari boshqacha namoyon bo'ladi. Ya'ni bemorlarda og'riq xuruji bo'lmashi mumkin. Bemorlarda qisqa vaqtli yurak o'ynashlari bo'lishi mumkin. Havo yetishmas siqinchili, hansirashlar kuzatilishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda yurak sohasidagi og'riqlar abdominal, qorin sohasidagi og'riqlar bilan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda kichik qon aylanish tizimida qon dimlanish hisobiga bemorlarda hansirash, havo yetishmaslik hissi bilan, yo'tal bilan paydo bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda bemorlarda jag' sohasiga og'riqlar berilishi bilan ular stomatolog va boshqa mutaxassislarga chalg'ib qolishlari mumkin. Demak, bu astmatoidning holatida, gastralgik holatlarda og'riqsiz formalarni ham biz esda tutishimiz kerak. Masalan, ba'zi holatlarda o'sha nervlar shamollashi deb hisoblashadi-da, o'zi nerv shamollaganda yurak atrofida u yurak og'rig'i bilan qanday farqlanadi? Bitta narsa bor, yurak sohasidagi og'riq juda to'g'ri savol beryapsiz, chunki ko'pchilik yurak sohasida og'riq bo'lsa, bu yurak mastur deb o'zini ovutishga harakat qiladi. Bu bilan o'zini og'ir holatlarga olib kelib qolishi mumkin. Har qanday yurak sohasidagi og'riq bo'lgandan keyin biz yurak ishemik kasalligi yoki stenokardiya xuruji deb bilishimiz kerak. Birinchidan, yurak og'riqlari asosan do'mlik yurganda paydo bo'lishi mumkin. Ovqat to'yib yegandan keyin ham yurak sohasida og'riq bo'lishi mumkin. Etajdan balandga piyoda chiqqanda og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu og'riqlarning o'ziga xos xususiyatlari dam olganda o'tib ketadi. Bu og'riqlar 15-20 minut davom etadi. Bir necha minutdan 15-20 minutgacha davom etadi va dam olgandan keyin o'tib ketishi bilan kuzatiladi. Ko'pincha bunday og'riqlar paydo bo'lganda biz bemorlarga, studentlarga ham tushuntiramiz. Bitta diagnostik kriteriy bor. Til ostiga nitrogliserin tabletkasini berish. Agarda yurak sohasida og'riq bo'lyapti yoki hansirash bo'lyapti, bemorga til ostiga nitrogliserin tabletkasini qo'ysak, og'riq darhol to'xtasa yoki yengillasa, bu aniq yurak ishemik kasalligi deb diagnostiklanadi va bemorni kardiologga murojaat qilishi kerak. Inson baxtli va saodatli umr kechirishni istaydi, lekin eng oddiy harakatlarni amalga oshirmaydi. Qon bosimi yuqori bo'lsa-da, men uchun bu me'yor deya yangi qoidalarni yaratib oladi. Bu esa salomatligida turli muammolarni keltirib chiqaradi. Ba'zi holatlarda qon bosimini oshish ham yurak bilan bog'lanadi-da. Qay darajada bular bir-biriga bog'liq? Bitta narsa bor.
gipertoniya kasalligi, arteriya qon bosimini oshish diagnozini qo'yadigan bo'lsak, 30 yoshgacha bo'lgan bemorlarda 25% tashkil qiladi. 40 yoshga borganda 50% ga chiqadi. 60 yoshga chiqqanda 70% ga chiqadi. Bu yil o'tishi bilan oshib boradi. Bu gipertoniya kasalligi o'ta yurak ishemik kasalligi, stenokardiya infarkt bilan soya deb yonma-yon yuradi. Chunki gipertoniya kasalligi endotelial disfunksiya deymiz, koronar tomirlar, boshqa miya qon aylanish tomirlarini endoteliyasini torayishiga olib keladi. Bu esa bizga yurak ishemik kasalligini olib keladi. Lekin afsuski, gipertoniya kasalligini bilgan odamlarni 100% desak, 12%gina samarali davolanadi. Qolganlari samarasiz yoki umuman davolanmay yurishadi. Qon bosimi oshganda yurakda qanaqa o'zgarish bo'ladi shunda? Qon bosimini oshishi yurakka nagruzka tushishi bilan namoyon bo'ladi va yurak sekin-sekin chap qorinchaning kattalashi bilan namoyon bo'ladi. Chap qorinchaning kattalashi koronar qon aylanishining buzilishiga olib keladi. Bu chap qorinchaning kattalashi bu organizmni kompensator, ya'ni o'zini o'zi himoya qilish uchun, qon bosimini yuqori ishlaganligi uchun kompensator mexanizm. Bu keyinchalik patologik jarayon, yurak ishemikasi, yurak yetishmovchiligi, miokard infarkti, yurak aritmiyalariga olib keladi. Mana yurak ishemik kasalliklarining ham turlari ko'p-da, o'sha belgilarida ham farqlanadimi? Yurak ishemik kasalligini mana aytadigan bo'lsak, birinchi namoyon bo'ladigan ko'rsa turg'un zo'riqishda stenokardiya. Turg'un zo'riqishda stenokardiyaning 4 ta funksional sinfi bor. Buni birinchi funksional sinfi bemor 1 kilometrgacha yurganda yurak sohasida og'riq yoki yurak o'ynash, hansirash paydo bo'ladi. Ikkinchi funksional sinfida 500 metrgacha yurganda yoki ikkinchi etajga chiqqanda bular nima? Uchinchi funksional klassi 100-200 metr yurgandagina bu nimalar. To'rtinchi funksional klass yurmasa ham, tinch holatda ovqatsa, gaplashsa ham og'riqlar bo'ladi. Undan og'irroq turiga o'tadi, bu nostabil stenokardiya. Bu infarkt oldi holat deymiz. Bemorlarda xurujlar turg'un zo'riqishda 15 minutgacha davom etsa, noturg'un zo'riqishda yarim soatgacha davom etadi. Va og'riqlar kuchliroq namoyon bo'ladi, davleniya tushishi, sovuq ter bosishi, o'lim qo'rquv hisslari bilan namoyon bo'ladi. Yarim soatdan o'tgandan keyin o'tkir miokard infarktiga o'tadi. Lekin shunday holatlar borki, bemorlarimiz yurak sohasida og'riqlarga bee'tibor bo'lganligi uchun bizning klassifikatsiyamizda ko'kis o'lim degan bitta rubrikasi bor. Ya'ni guvohlarsiz o'lim degan. Shunday xurujlar bo'ladi, bemorlar biroz chaqirishga ulgurmay yurak xurujidan ko'pincha o'lish holatlari kuzatiladi. Bularning hammasini oldini olish uchun yilda bir marta profilaktik tekshiruvlar o'tirish kerak. Ya'ni EKG qilish kerak, umumiy qonni tekshirish kerak, siydigini tekshirish kerak, qondagi foydali, foydasiz xolesterin, lipoproteinlar tekshirishimiz kerak, sahr tekshirish kerak. Mana shu 5 ta ko'rsatmani ko'rib qo'yish bilan biz yurak kasalligini oldini olishimiz mumkin. Undan tashqari mana har kuni televideniyada boshqa joylarda tavsiya etilyapti. Fiskultura, 5000 qadamga yurish va hokazolar tavsiya etyapti. Shularni qilsak, biz anchagina yurak ishemik kasalligini profilaktikasini qilgan bo'lamiz. Sog'lom ovqatlanish. Ya'ni yog'siz, ko'kat, chesnok shunga o'xshagan narsalardan yeb turishimiz kerak. Mana yuqorida aytdingiz, agar yurak kasalliklari bo'lsa, o'sha 500 metr, 1 kilometr yurganda og'riqlar paydo bo'ladi deb. Agar insonda yurak kasali bo'lsa, unga yurish xavflimi? Mana hozir bitta darslik aktiv hayot kechirish, ya'ni bemorlar yurish tavsiya etyapmiz. Bizda asosan yurak ishemik kasalligida kasallangandan keyin bemorlarni etapma-etap yurishni tavsiya etamiz. Ya'ni reabilitatsiya deymiz. Hatto o'tkir miokard infarkti o'tgandan keyin ham boshda 10 qadam, 20 qadam, 50 qadam kunma-kun oshirib, yurak bezovtachilik, yurak o'ynashi, yurak sanchiqlari bo'lmasa, bemorlarni 5 kilometrgacha yurishga sekin-sekin astalik bilan chiqaramiz. Keyin bu ba'zi bilan aytadi, men ishxonada ko'p yuraman, oyog'im charchab ketdi, menga kerak emas. U yurish bilan sog'lom hayot tarzini olib borishdagi yurishning farqi bor. Biz o'zimiz shunga ruhlantirib, o'zimizni olib chiqib yurganimizda bu asablarimizda stresslarni yengamiz.
toza havo, nafas olishni yo'lga qo'yamiz, qon aylanishini yo'lga olamiz va ayniqsa u ovqatlangandan keyin yotib olmasdan yursak, shu ovqat hazm qilish jarayonlarini ham yaxshilagan bo'lamiz. Ba'zi holatlarda insult va infarktni farqiga bormaymiz. Qachon insult bo'ladi inson, qachon infarkt bo'ladi? Bu ikkovi ham qon tomirlaridagi qon o'tish jarayonini buzilishi oqibatida kelib chiqadi. Agarda yurak qon tomirlarida koronar arteriyalarda qon o'tishi buzilib, u yerga tromb yoki stenoz tomir to'silib qolish hisobida bo'ladigan bo'lsa, bu yurak miokard infarkt deymiz. Xuddi shu jarayon miyada bo'ladigan bo'lsa, buni insult deyiladi. Endi insultning ikki xil turi bor. Gemoragik turi, ishemik turi. Ishemik turida biz aytgandek, mana shu infarktda kuzatilgandagi miya qon tomirlarini torayib yoki tromb bilan tiqilib qolishi ishemik insult kelib chiqsa, hali siz bergan savol, gipertoniya kasalligini davolanmasligi, gipertonik krizlar, bemorlar 180-200 давление bilan yuradi. Men shu давление ham рабочий davleniya, bu noto'g'ri tushuncha. Shu yurish natijasida miya qon tomirining yorilib ketishi, bu gemoragik insult deyiladi. Miyaga qon quyilishi deyiladi. Qaysi biri xavfliroq? Ikkovi ham eng yomon kasalliklardan bittasi hisoblanadi. Masalan, infarkt bo'ladigan bo'lsa, infarkt birinchi soatlarda, birinchi kunlarda hayotini to'xtatib qo'ysa, insult bir umrga nogironlik bo'lib qoladi va komaga tushgandan keyin komadan chiqarish juda qiyin bo'ladi bunday bemorlar. Umuman mana shu stenokardiya xurujlarini oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Stenokardiya xurujlarini oldini uchun birinchi to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Ikkinchi, gipodinamiya, kam harakatlikni yo'qotishimiz kerak. Fizkultura, yurishlarni yo'lga qo'yishimiz kerak. Uchinchidan, zararli odatlar, sigaret chekish tashlashimiz kerak. Spirtli ichimliklar tashlashni yo'lga qo'yish kerak. Yotarga kuchli ovqatlarni yemashimiz kerak. Shularni qilsak, ba'zi birlar aytadi, meni dadam 63 yo'lda infarktdan o'lgan, meniki insultdan o'lgan, meni ham peshonamga shunaqa yozilgan. U harakat qilmaslikni bir bahonasi. Harakat qilib 90-100 yoshda mo'ljallab harakat qilsa, bunga erishish mumkin. O'zi nasldan naslga o'tishi qancha foizda aniqlanadi? O'tmasligi ham mumkinmi? To'g'ri. Yurak ishemik kasalligi ham, gipertoniya kasalligi, hamma kasalliklar nasldan naslga o'tadi. Bu degani 100% insult yoki infarkt bilan tugaydi degani emas. Haligi boshda aytganimdek, o'zgartirib bo'ladigan xavfli omillar, o'zgartirib bo'lmaydigan xavfli. O'zgartirib bo'lmaydigan xavfli omillar bittasi irsiyat. O'zgartira olmaymiz, lekin o'zgartirib bo'ladigan omillar yo'qotsak, buni oldini oladi. Bugungi kunda umuman bu kasalliklarning diagnostikasi qanday amalga oshirilyapti va davolanish tartibi qay darajada? Bu kasalliklarni diagnostika qilish juda oddiy. Vrach kardiolog oldiga kelish kerak. Haligi Rose so'rovnomasiga javob berish kerak. U hamma kardiologlar biladi, bu savolnomani berib diagnoz qo'yib oladi. EKG'da tushsa bo'ldi. Qondagi xolesterin miqdorlarini, qonni qo'yiq suyuqliklarini aniqlab turib, shuni profilaktika qilish mumkin xolos. Davolanish tartibi-chi, ba'zi holatlarda jarrohlik amaliyotlari ham amalga oshirilishiga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda koronagrafiya, arteriya stent qo'yish amaliyoti juda aktiv kirib ketgan. Hozirgi bemor, oldingi zamonlarda bu koronagrafiya bundan 5 yil oldin orzu edi, qilolmasdik. Hozir Andijonda o'zida 4 ta joyda qilinyapti shu narsa. Respublikada bilmayman 50 dan oshiq joylarda. Koronagrafiya qilganda u EKG'da chiqmagan, echoda chiqmagan o'zgarishlarni, koronar qon tomirlarida qancha darajada to'silganligi xavfi borligini aniqlab beradigan eng diagnostikasi yuqori bo'lgan tekshirish usullaridan bittasi. Koronagrafiya qilgandan keyin bemorlarga stent qo'yish kerakmi yoki davolash statsionar, ambulator davolanib bo'ladimi degan savollarga javob topamiz. Bun bilan biz yuzaga kelayotgan infarktni, insultlarni oldini olishimiz mumkin. Stent qo'yish amaliyoti qachon buyuriladi? Stent qo'yish amaliyoti bemorni koronar arteriyasini 75-80% dan ko'proq bekilganda, demak, stent qo'yish tavsiya etiladi. Ba'zi bemorlarda 90-100% gacha bekilgan holatlarda stent qo'ygandan keyin
shu stent qo'yishiga bemorlarda og'riqlar, yurak sohasida noxushlik yechiladi. Aha. Bu har bir bemorga to'g'ri kelaveradimi? Diagnostika qilishda bitta nimasi bor, baribir rentgen kontrast modda bilan qilinadi. Unda buyrak yetishmovchiligi bemorlarga rentgen kontrastni jo'natishni mumkin emas. Tavsiya etilmaydi. Shuning uchun tavsiya etilmaydi ularga. Chunki kontrast moddalar buyrakdan filtrlab chiqayotganda buyrak yetishmovchi bo'lsa, bemorlar ahvolini og'irlashtiradigan bitta narsasi shu. Endi infarkt bo'lgan holatdachi, infarkt bo'lgan holatlarda ularda ham o'sha nekrozga uchragan to'qimani yirtilib ketish xavfi borligi uchun bunday holatlarda vaqt o'tgan bo'lsa qilinmaydi. Bu amaliyotdan keyin bemorda o'sha qo'yilgan stentlar qancha vaqtgacha turiladi o'zi? Bir umrga qoladi bu stentlar. Hozir biologik stentlar deymiz, bir umrga koronar qon tomiri ichida qolib ketadi. Bu xavfli emas bemor uchun. Bemor uchun xavfli emas. Hozirgi stentlar o'zida shunday moddalar bilan o'ralganki, stentga tromb yopishish holatlarini oldini oluvchi stentlargacha keltirib chiqarilgan. Aha, demak o'sha tromblanış, o'sha qon tomirlarida tromblar hosil bo'lishini oldini olish. Shunchalik tajribangizdan kelib chiqib, bemorlarga va fuqarolarga sog'lom yurakka ega bo'lish uchun eng muhim jihatlar nima deb ayta olasiz? Men hozir mana shu 35 yillik tajribam asosida ayta olaman. Birinchi navbatda asab tizimi. Asab tizimini saqlash kerak. Kechqurungi berilgan 8 soatlik uyquni to'liq uxlash kerak. Endi o'zimiz ham ba'zan kechasi internet kirib ketib qolamiz, uyqulardan qolamiz. Bular hammasi yurak ishemik kasalligi, insultlar, infarktlarga omillar. Keyin ovqatlanish ratsionini yo'lga qo'yish kerak. Ko'pchilik ertaman ovqat yemay ichib ketadi, bu noto'g'ri deyman. Ertaman eng yaxshi zavtrak bo'lish kerak. Abitda do'sti bilan baham ko'rish kerak, ujinda dushmaniga berish kerak. Kechki ovqat demak og'rib botadi, hazm bo'lmaydi. Shuning uchun ko'pchilik bemorlarimizga tavsiya etamiz, 6 dan keyin yengil tvorog, qatiq yoki olma yeb qo'ying deymiz. Shun bilan bemorlarimiz yaxshi bo'lib ketadi. Demak, sog'lom yurakka ega bo'lishadi. Sog'lom yurakka ega bo'lishadi. Albatta inson doimiy ravishda harakatda bo'lishi zarur. Kuniga kamida 30 daqiqa yurish yoki yengil jismoniy mashqlar yurakni mustahkamlaydi. Shuningdek, yog'li va tuzli taomlarni kamaytirish, sabzavot, meva, baliq, yong'oq va zaytun moyi yurak uchun foydalidir. Kuchli stress yurakka salbiy ta'sir qiladi. Meditatsiya, nafas mashqlar yoki sevimli mashg'ulot bilan shug'ullangan yaxshiroqdir. Qon bosimingizni me'yorda tekshirib boring. Yetarlicha uxlab, zararli odatlarni tark etgan ma'qul. Suv ichish, doimiy profilaktik tekshiruvlardan o'tib turish esa zarur hisoblanadi. Yuragingizga g'amxo'rlik qiling. U siz bilan butun umr birga bo'ladi.